Assalomu alaykum. Men Beganjukum. Mana bizniki Nazgum Tulkiniki. Bigi Nazgum Tulkin boshqarayotgan Qudus Ilpach kelganda aka yo'l bo'yicha ag'endapni qo'yamiz. Hozir mana Burxonbek regionalni boshlab kelayotgan yigit boshlari beklar dam olamiz deb nashada 2 kun ketmanga dam olamiz deb kelyotdi. Yerkatliklar yetib oldik. Heli bu salmı kutla kelib qolar. Telma işkinler korksa, roket yok olmayacak. Pata yok. Hoş hürmetli. Büyük bir can köyerlendi. Şimdi biri Mışkayda hukadı sen bu şu tabiatga bakka bir aylandırıp ip kelsek, 2 gün dem aldırıp kelsek diye bu şu Nazgum önkürge ekiler diyen bir niyet plan tüzgen. Şu plan bilen bu iç keldik. Mana biz bugün halkımızın kahraman kızı Nazgum önkürge kelip turmiz. Mana Qozog'iston davlatining g'amxo'rligi bilan topdilar, mana eslabdi. Biz barliq yigitlar nomidan o'zimizning minnatdorligimizni bildiramiz. Bu önkürni avatlashtirishda mayda bir to'p odamlar, o'sha hassi qatqa odamlar bor. Qudus aka bor, mayda shundaqlar kelgan, mana bu nurlar bor. Mo'shning o'zini hassi qatqa odamlarimiz ko'p. To'yanda vaqt kelganda ular so'z beramiz. Mo'shani avatslashtirish ishlari kerak bo'lsa, yani biz yigitlarni qarab turmaymiz deb o'ylaymiz. Chunki bu bizning millat qahramonlarimizdan biri. Mushu Xitoy manjurlarga milliy g'ururimizni, nomusimizni yay takizmay, shu yo'lda qochib ketgan bitta qahramon qizlarimiz bor. Endi hozircha mushu ichi kirib bir qor tozaladigan ayollar bo'lsa tozalab, suvuradigan ayollar suvurib, ratlaydigan ayollar bo'lsa ratlab, ondan onun uchun ratlab bo'lgandan keyin Qur'on o'qiymiz. Qur'on o'qib bo'lgandan keyin Qudus akamga so'z beramiz. Mushu biroz bizning Nazgum haqida tushuntirish, tanishtirish berib ketadi. Ondan o'sha katman yig'iga yetkazamiz. Hozircha mana mashaqqat bo'lsin. Biz o'zimizning kun tartibi bo'yicha birinchidan shu kirib tozaladigan tozalab, sug'uradigan sug'urib, undan keyin Qur'on o'qiladigan bo'ldi. Marhamat qilsanglar bo'ldi. Hoş hürmetli yigitlar, mana hozir o'sha xalqimizning qahramon qizi Nazgum boshlab Qur'on o'qildi. Anondan keyin so'z Qudus akam berildi. Shundan qanday gaplarsa so'z davomli bo'ldi. Xo'sh, marhamat, hozir Qur'onni turshib, Olmuta shahri turshib layihasining boshlig'ining o'rinbosari Anjan aka Qasimov, marhamat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Amin. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yulid ve lem yulad ve lem yakun lahu kufuven ahad.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس سبحان ربك العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Xudo kun chiqishdan kun chiqqan meshqdan mag'ribga ya Rabbim Alloh bu dunyoga ketgan Muhammad payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam sahobalarni radi Allohu anhu shularning qatorida bularimiz momlarimizninki ya Rabbim Alloh shularning qatorida mushu Nazgum onamizninki ruhini qarong'ucha qog'izmasa ya Rabbim Alloh shularni bilib bilmay qilib qo'ygan gunohkorlar bo'lsa o'zing kechirasa ya Rabbim Alloh shu yotgan go'llarini yumshoq yo'riq kangtash qilasa ya Rabbim Alloh qiyomat qoyim bo'lganda so'roqlarini yeniq qilasa do'zaxning o'tidan saqlasa jannatlardan o'rinlarni berasa Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين لهم كل حساب آمين الله Hoş yana şundaqlarda ben şu Nazgın Önkür'ünü avatlaştırışta nurgun adamlarımız özünün hatsızlığını kapkan şu dinlerden bana meyada hocam Kudüs Hakim'i turuptu. Kudüs Hakim'i merhametini çıkıyoruz. Assalamu alaikum azizim. Aleykümselam. Hoş geldinizler. Merhaba arkadaşlar. Nazımızın ömrü de bugün sizler gördünüz. Bizden videolar. Bunun sebebi bir de az şidaydı. Yem turunla anlamda. Şunun için ötünüşüm olsun şu. Bana bu bugün biz bir ay kandak yapıp aldık. Kışkıcı ben söyleyip vereyim. Şu çocuğu oldu bizdeki Nazgum topu meşede. Özünün okatlarını kıvatıdı. Sapkırla, biz pensionerla. El-Jut yardım veriyordu. Kol uçlarını soğuduk, bizge bir şeyge ekilip, materyallarını ekip, bana bu şu. Ben bu şu, dört tukan derslerini, başta silah okşaş, kar gözlerinin yardımı bilen sunduğun okatlar. Öz vaktinde ben bunu Çoncudaki Uygur Medeniyet Merkezi bilen, Jigit başlığı bilen başlayan çok. Ama bugün şükrümüzdeki yemşi bana boşu. Kıldığın yanında okatlar nurgun. Allah buyursa o bir şeyler bir 5 ayını sizi ülgüremsek bu yaş avlatlarımız bu işlerini devamlaştır diye meneki ümitim var. Sizlerge Nazgum topudan köp rahmet. Bugün kakraz subotnikning üstü kep kapsıla etkenli vermiş eden tazlap, köydürge yalan köydürüp kurgan şaklarını kesip degendek. Hemmelerinin işte ömlüğü, hemmemizin ömlüğü bil bolsun, bir yandan bir nimedin yakıdın baş kasak, bunu da nurgun okatlar buldu. Kelinglar ziyaret kılinglar, demeliş orni bu. Yerket kırındaşlarımız bir mesaj saldı. Ulanın kendin şunqadaki kırındaşlarımız saldı. Bana müşahede yasalgan hemmil okatla her bir juttun bana Almut taraftıma Akbulak'tan yardım geldi. Bunu Hayrat Yesi'den geldi. Bizning rayonumuzdakidan bir 4-5 yezlar ularning yardımı geldi. Yengil etib o'tdim. Ana Nurlan kardeşimizniki rehberligide eşniki uyuştuğan nimsi bilen erkek karındaşlarımız
Ama sayırcan peygamberimiz bunu şunqadın bu yani ovqatlar nurgun söylep kettim. Geçiriyorlar. Rahmet. Aman olaydı. Xo'sh, endi mayda Osman endi shu Nozigum haqida bizim mustaqil jurnalist Shavkat Nazarov turibdi. Nozigum haqida bir ikki paraq ketsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yigit boshlari. Endi umuman hammamizning Nozigum to'g'riliq kichkina o'zimizga tushliq xabari bor deb o'ylayman. Herhalde endi 1-2 minutning ichida deb ketganimiz. Shu qizimizni zamonisida Manju Xitoylar bizning vatanni besib olgan paytda buning shu Xitoyning bir imperatoriga deyli majburiy tenib berdi xotinlikda. Şu vaqtida bu qizimiz şu nikah keçisi deb qo'yili o'zining nomusini, ya'ni elning, vatanning, xalqning nomusini yeg to'kmayman deb bo'lg'usi erining shu maydisiga xanjar urib qochdi. Kechib mana bu tavalak kelib, endi yo'lda tatgan jafo mashaqqatlarini aytib uzun gap, o'sha kelib mashalani to'g'ri ko'rdi bu o'nkirlarni. Bunun ichida endi qanchalik, bir haftami, bir oymi, qanchalik yoshida u noma'lum. Lekin bir kuni bu qiz kechisi chiqib, bu yerdan tog'dan yel yemish, bu tog' piyozlarini terib yeb yurib, kunduzi o'nkirdan chiqmay yotadi ekan. Bir kuni shu bir nimasi yog'lig'ini bir nima yuyib, shu soyda o'taga yeridan tangsahada bir shu ketmanlik bir buvay tasodif ko'rib qoldi. Ko'rib qilib, yeniga kelib, siz kim, qanday bu deb hammadan xabar taqab olgandan keyin bu buvay jutqa hech kimga aytmay, o'xlar zaman har turli buning oqisidan minglagan lashkarlar izlab yurgan, yo'shirin mush qizga tamoqqa bir oy boqqan buvay, ketmanlik buvay. Shuning bilan uning uyqi qanday bo'ldi? Oxir o dushmanlarga o'zimizning ishchidan chiqqanlar yana setib etib, lashkarlar bu ayolni tutib apırıp yana ölüm cezasına mahkum kılan öldürüldü. Şuların kolunda qaza tapkan. Sonuçta endi bir yerde asasi kahramanlık nimeden ibaret dese, bulmasa aslında tekken olsa bayasat altın gümüşkü kömülüp yaşattı. Bir yerde bir maksat milletimnin, halkımın nomusunu yegi tökmeyme, Uygur kızının gururunu saklap kalma diyen maqsadi niyeti uchun shehid bo'lib ketgani bo'lgan. Shundan bizim bunda qahramonlarimizga mangu bosh egib turishimiz kerak. Rahmat. Maşallah. Nozigum mangu har birimiz yurgida saqlanib qoldi deb o'ylaymiz. Nozigumning ruhi joyi jannat olsun, iymon yo'ldoshi olsun. Amin. Alloh aman bo'lsin. Boshqa qahramon qizlarimiz ko'p bo'lsin. Xo'sh, endi mashadan endi qaytib Ketmanning Yasin beg'i varmiz. Yürüyoruz uğraşığa. Iltimos vaqtimiz qisib qoldi, tomoqlar tayyor. O'zimiz vaqtni o'zimiz amayla. Diqqatinglar rahmat hammalar.
Çırayla oynap meşede hoşallık geçişimizge nasip kılsın. Xuday bola kızak evladı saklasın. Oşu qanda kelgen bolsa şunda çıraylık ailemizni xatirjam yetip baraylık. Oynayalım. Namanglar xayr va o'tganda Sultonqurg'onda yigit-pishlarning o'zaro tajriba almashtirish, bilimini oshirish degan bir temada mashrimiz bo'ldi. O mashrabni shundaqla Mahmud Qashqari buvimizga bag'ishlagan. Shu mashrabda Yarkat shahri navbatdagi mashrabni olgan edi. Namanglar xayr va mashrabni mana Nurlan Seyitxonov turibdi. 25-mayga belgilangan 25-may kuni oxir qo'ng'iroq maktab shundaqla sozanlar deymiz, kafe deymiz, u deymiz, o kunga to'g'ri kelmay qoldi. Shu sababdan 29-iyunga belgilanmoqchi bo'lganda biz dedik, ya bu kun qattiq spidirga. Onunga biz kafeda mashrab o'tkazsak to'g'ri kelmaydi degan bir niyatda ko'pchilikning talebi bilan biz andaqsa taqqa baqqa uyushtiraylik. Asada mush mashrabning bir o'zanga tushliq bir yordamni qilgin, shu mashrabga tava bo'lsin deb kelishgan edik. Shunlar bugungi kunda mana sazandan Yarkat bulbullarini masha ekib o'tiribdi. Ya'ni shundaqla video apparatura, shundaqla tomoqlarga o'ziga qatgan hassillari va bo'ldi. Kelishdikmi? Xo'shanda qolgan o'zimizdan damilashga kelsak, Mehrdan Jalilov
Bu önümüzden endi bir şair ise xatolaşmayız. Ha, bu çay içip qo'nglar. Mana shunday bir yaxshi bir fursatni yaratib beryapti, kengchilik qilyapti. Qo'ldan kelgancha yordamlarni qilyapti. Bir do'stim bor degan bir she'r bor, hammalar bilsizlar. O'zimizning hayotida elingan gap so'zlarda jinva so'zlar. Vaqt o'tganda uning bir mumkinchilik bo'ladi. Xo'sh, endi hozir tamoqilib bo'lgandan keyin o'zimizning kun tartibi bo'yicha bu yerda ikki musobaqa bo'ldi. Birinchisi shaxmat, shashka, ikkinchisi futbol, hapshaka birimiz. Uchinchisi tuvan tushgan vaqtida cho'ng 3 basseyn bor, Alvaraysda. Onu suyun basseynlar yuyib tayyorlab qo'ydi. Cho'ng basseynlarga aşağıda 3-chi musobaqa aşağıda oldu. Musobaqalar boshqargan. Shaxmat, shashka bo'yicha mayda bizning Qozog'iston Cumhuriyetining faxriy gражданini deb yaqinda olgan Nurlan Saidxonov boshqardi shashkilan shaxmatni o'zining yordamchilari bilan. İkinci futbol tarafidan Olmaota shahri Medov nahiyasining bosh yigitpishi Tarim Tayyirov ham Gornigatning bosh yigitpishi. Mosho o'zining yordamchilari bilan Rashid Embesh Qozoq nahiyasining bosh yigitpishi qani u? Rashid. Mana bu ishlar boshqardi. Üçüncüsüne saat 10'da Alvarays'ta bunu suda üzüş boyunca suni başqargan Olmaota shahri Tursup nahiyasining bosh yigitpishining o'rinbosari Anjan akam Qasimov. Marhamat, Musaning degan qaysi bo'yicha epmansaq rad bo'ldi. Hozircha mashaychan, qanday gap so'z bo'lsa kerak qilamiz. Bulamda endi navbatdagi o'tirishimizni mayda o'sha Olmaota mashhurining Baylar mashhurining pashabdagi Ahmadjon o'tiribdi, shunday qilib yarkatning keyin memonlar va qiziqchilar bor bilan o'tirib bir yerlarkanda qiziq bir qiziq gaplarni qilib ma'qul qilgan gaplar bo'lsa keyin o'sha nima qilib hammalar xush kayfiyat, yaxshi damlab qaytaylik. Damlash keldikmi? Yaxshi oddiy damlab ketsinlar so'rayman. Rahmat hammalarga. Ben Radik ba Kölbek. Kıyım kını kıyım. Yabır kıyım. Özden Kölbek. Bana tamaklar mesul Musa cevapkar. Hürmet Begler birleşmesi. Ahvalımla yaxşımı, değişimi salametmesi. Acayip ötken yılı biz sıkıyordu bir şinçilik esil bir oynagan sizler bilen. Bir yıl mı bana daim bursa Allah ilgimiz vurup tike naat şiraylık. Bana Nazgum'la oyunkörlerge çıktık, iyadın kelebi, bana ketmen yezisi Almut olaydı da naat yaxşı demiyor atımız. Hemmelerine aşağı daim bursa bugünkü otursunlar şartlık ötsün. Yaxşı oturup atalım sizler valla. Biz bunun ötkende tağbağırık vakan diken, Enver ağını körüp durup daha hiç hoşu kettim ben. Biz birbirimizi kökendik ya, şunçilik hoş olduk adamlar çoğuz. Yani bu ağınımızda o şunçilik elde bir kızık yerler var. Yani yakın aralıkta Akbar ağınımızda iş talep gitti de anladım ben. Hakikaten hasta oldu. Şuna ben bu ağınımızı sonra bakaydı geldim, ahvalı kandak adış yaxşı mı iş talagan diken? Yaxşı adaşman, yaxşı iş bir kısım bu kaldı. Şu benden mesela yaxşı gelse iş taran olup kalkandı. Ağılsam o iş taran olup koptu. Biz öz vaxtida Aziz Qazan arıqtı çıkırımız dep durup bir molla kapırıp mollağı nim kılıp onu davalap 15 gündeki qarsak molla arıq işi gitti. Hazır hemiz çağlık arkadaş. Her kandak ne bir çağlık. Ma Cindixanıga bir muxbir kelib, bas direktorni so'rabdi da, sizlar mushu saranglar kichkin o'ng qolgan vaqtida qadoqlandi mushularning analizini chiqarib turib uniki qo'yibsizlar. Voy, odatdagi ish bo'ldi kerak. Osh vannaning yiniga yo'q bir krujkadan qo'yamiz. Yine kichik bir qo'shiqdan qo'yamiz. Osh vannani tez suv bo'shatgan adam aql kiribdi deb qo'ydimiz. Muxbirimda qarab turib, haqiqatan aqlli qadam ash krujkani epli bo'shatdi-da vanna dedi. Direktor muxbir undan qarab qo'yib. Aqlli qadam probkani ichida dedi kerak.
Madayala var ya adaş ha. Bu musabık. Musabık. Ben çıkam. Ya sen oturup kaldın mı xeyli oldu. Ahmetcan, ben turup bıraksam bişim kaydı. Ben çıktım ben sen bak. Xeyli oldu görmegine. Ben bir kızıl paralarını kıpırmız qara. Kızıl paralarını kıpırmız. Evet deydigan oldu da yevreyi saramı çıkarıp atdı yine. Deydi bu. Her kandak çakçakçı. Mağa mikrofon vermeydi. Mikrofon verse urup bitmem o. Granat lajisli deymen de. Senin spravka olmadı. Vade baba. Hem de ben bir salamış koyay. Assalamu aleyküm. Yurttaşlar, qeyrindaşlar, vatandaşlar deymiz. Mana tarap-tarapni mana bugun ko'rib men xo'shal bo'lyapman. Bugun mana mushuni uyushtirgan bolalarga ko'pdan-ko'p rahmat deyman. Kim bilan kimning chattig'i. Uyda ikki bolani boshqaramayapmiz. Mana shuncha odamni boshqitib, biya kelayli, anda qilayli. Uyg'ur uchun manda qilayli. Tarixini to'ntayli deb mana kamiga yalakan nurg'u yagi bo'lgan. Burhan, Xudo rahmat sana. Sana omad tilaymiz. Endi nurlanma ochib batdi mana bizniki panjimniki olimjinkamga rahmat deymiz. Bularni xalq odamlari. Shuning uchun Xudoyim bo'lsa, sen men boshqa boshqarib yurib, uydagi emas burkut bo'lib ketdi. Liqa eski qiliqlardan ko'ri, suv ichadiganni qo'y. Bulg'uma bugun erda nim bo'ldi? Serenovaniya deb qo'ymizga o'rslar. Uni nim qo'y. Bulg'ab bo'ldi. Men qatnashmayman suvilqinimga. Shaxmat shashkini tutib tashlayman-ku. Arif aka qandaqsan? Mana urug' chiqdimda mana meni hurmatlab qizil birdimdan kiyib kelibsan-ku. Qizilni kiydi voy. Bo'ldi, Arif aka men baya o bu yalar yutmayman bak. Bugun bunda qarsak mana Farhatlar memni grozdab qo'ymiz ham da saranglik qilib ketmasin deb yomon sho'qishganni bir deyib ko'psizlar. Shuning uchun ancha adimayapman. Falonchilari bo'shtonlik bizniki uy soldik fundament 120 deganda bu 3 etaj, 4 etaj uyni sep bo'lgan vaqt ekanda buniki ashalar bortlarni o'ynab ketgan ya durujbuda. Daqqa pikarni birdimlarni yeb ketgan, taraqqiy etib ketgan. Endi yomon sho'qishadigan vaqtaymiz, mandaqroqlarni urib o'ltirib yetamiz. Bunda qarsak, hammaning boshi o'tmishdan qolgan ish bu. Buni deydigan, bu saranglar to'g'riliq bir parang qilib qo'ydi-ku. Bir sarang doktorga beriblar. Ash bo'lmay ketmayman desa, gemoroy bo'lib qolibdi. Og'ichilqa svechni beribdi-ku. Besalqa 30-40 tane yo'q tutiblar, aytdi, doğru tugidi dedik. Yo sen nim qo'ysa buni yavatamsa sen yemay qo'yib dedik. Sana olan kişide. Sana olan kişide amal kanka. Mektepte. Mektepte bir malum o'quvchilarga. Hurmatli bolalar. Sizlar bosh cho'g'anda bir kasblik bo'ldingizlar. Qanday kasblik bo'ldingizlar? Sizlar o'ylab baqdinglarmi? deb şahlık qildi birisini. O'shraxon, o'rnidan to'g'na. Cho'g'anda kim bo'lsa, o'rnidan lekka turib, "Muallim, men ajoyib bir biznesmen bo'laman. Men tijoratchi bo'laman. Men shunchalik boy bo'laman. Xudoyim bo'lsa, o'linaman. Күнді қотнымны алай дәрежелік ресторанға бірмен, қотнымғы шубыныр көйіп бірмен, қотнымғы алай дәрежелік машин еп бірмен, қотнымғы алтын үзік еп бірмен, бірләплік қол баш бойынығын баш медальонлардың татып еп бірмен. Әйтеуірі, әмінесін айылым өчім қылымен. Ой, сән әжеп бір бизнесмен болысың ке балам. Енді отаға, Қасмақын, сән орныңды тұрып тәпаққа кім болысың? Лекін тұрып. Endi malim ben esli Kasmalak bolay degen. Bunun degen ayrı Oşrak'ın hotelu bolayım için. Enleri Kırgın'daki bizimlerini de koyumuz da. Yeni mekip katmanı yapacağım bakalım. Şu Cinan'ı bakama, işte yem bopsan koy.
Kaçanlıcı bu kırdı kömür kalan anekdotunu desem. O şuraqın deb haqni xotindan g'evetni qilib. Endi mında qasam so'zchichak bo'lib ketmasin. Boshqa Uyg'urlarni ortsa kirgan shpion deganda bu yevrey. Ha, bayqisaq bo'ldi buningga. Chiqib endi bu xo'shal mana bu shu dop kiyginiga, buning tirishchanligi, beshkeknikiga, samsxondaga nim qo'ydi. Men mashtaq sams pishirib tamash qilatamsa, o'shang bir choy ichib qo'ychi o'g'il olgan. Ya Nazgul'dan herkese basam Uygurlar keldiğinde yer sana nimba deydi. Maşında dopunu çıkıp bıçaklı giyiyor. Oy kupurluk paran kıtma yıkıldım bu. Keçirvet. Hem de bunda qarsak bu ömür degen alamet nersike. Onu deymiz, bunu deymiz. Bırak biz hem de özümüzden ahmeti var, tirişçanlığımız bile biz her kaçan japalarını yengip alımız da. Şunun için Xudayım bursa bop qala, bizge ahmet berip qala, tarap-tarapdan. Mo dasqindimiz yerkatga oluşup bitti. Bishkek, Tashkentga oluşup bitti Xudayım bursa. Ash kunlarni Xudayımdan tilsak ash kuniga yetkizdi. Şunun için men bu davatmanga yigit boshlardayda ochib atgan ularning qiyga. Bir vaqtida yigit beshining ayoli og'ir qilib Olmutiga ketdi. 3 kun chidamadim bu yigit besh bu. Rastlı salam bo'lib qolgan az qoldim. Kassadagi pulni sanab. Bu ömür başta ötüdük ya. Ama Ahmet yetip koyardı. 3 sarang, 50 sarang, o sarang 3'e aşıp birine uzatıp menipti o. Keliş qilib poyez pop tikib yutibdi. 2 yoshi juglab poyezga chiqib olibdi. Kersi kelib qolibdi o. Ben bile akam deyse. Men bilan akam men. Şunu bilan ikkimiz tushib 50 sarang qilib qoldik o. Bu biqini tutib kulvasa yak kelib dedi. Bu yig'lashni o'rtib kulvasiz desa, 2 sarang meni uzatib kelgan degidek. Hamda bu ömür heminim boşu çak bilen mandık çak bilen mandık onu deydi bunu deydi. Hem de bir ondan ballarını bunu yevrey dep koydu. Hem de kuluk şumluk vardı yevrey degendiki. Hem bir akıllık balını sarang dep koydular dedi. Hem men prosta sarang degen tür tegimisiz dep ne koyuştu. Aslında akıllık onuru sanaşını bilme. Sanaşını musup bo'lsin men bor dedim. Şu vaqtda dadam qo'ldan tushirayotmaganda. Nereden tushirdi u dadam ko'taganmiz tushamamdi. Bu Erkin akam alamet sulushliqdi meni akam. Hamda bir haftadagi xat keldi o akamdan, armiyadan. Voy apa ansirma. Liqi armiyada mana liqi 3 vaqtlik tamoq, 3 vaqtlik tayoq degani yog'onka. Oşu degan ishni qilatsanglar, gap qilmaydi ekan. Rotada 220 adam bor, yaqinlarini tikib yetma, hech kim menga gap qilmaydi. Hozir meni Erkin demaydigan bo'ldi bu rotada. Chechen deydigan bo'ldi. Shundaq rotini pakit tutyapman. Oy, hozir men uyga mushtirqida 30 ga bosam to'nmay qolsa, qo'llarim oppoq, marshruot qildinglarmi deb qolsa, ashtaq davatgan. Shu bilan nim qilib andaq sana balam birin kerak mi pul aytaylim andaq yo'q menga jip jingna o'ymoq aytinglar de. Men deb aşağıda men maqtanmayman deydi. O'sha men dembil bo'lib ketgandan sen sepi tutday ular poqa qilib qapti deydi. Cemiyetlik baş yigit beshi va Dolqon akam bek chaqirib bir Dolqon akamni bir yaxshi gap qilib olaylan deb. Rahmat. Birinchidan assalomu alaykum, hurmatli bugungi Aqtastan mehmonlari. Hannaboy tafsilan so'zlar bo'ldi. Bugun bizning mashada bosh qo'shib o'tog'imizning sababini birinchi bugun mushu necha oylar bo'ldi. Bugun kuni uyushtirayotgan bolalarga, yigit boshlarga, asosan Burxondinga, Olmuti yigit beshiga shuning yendiki jon kuyarlar, yordam chiqqan, men yarkatga nurlanman deydi. Bugungi mashrabga yaxshi o'zini qo'shdi. Cho'ng rahmat hammanglarga, Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchidan buni Nozgum onamizningki o'nkurga bu bir siyosiy ish bo'lyapti-ku. Bag'rimiz yaxshi bo'ldi. Sanlar monchilik yigit boshlari jon kuyarlarning biri bo'lib,
eşeğe çıkını birinci kılın dep oylayman. Kördük sujetlarda, utkularda 5-6 bir beşer araklarını içip tamaştık kılıp ketkenlerini kördük. Fakat bugün endi degendek o 120'den bu ama da şestak o deymen Burhan'dım. Mesela can kıyarlar, jigit başlar, zamları, akıllarımız, illerimiz bana baş koşup şu yer önümünden Almut'un yetti rayonu, Yerket, Çonca, İliyski rayon, Çelek Tevesi, İliyski'den İsik Tevesi, kısaca yazdım bana, tülügün zıvan kılıp Çimkent'ten salam ettislerge. Bizdeki İskenderov, Deni Muhammed haberde anlap durdu. Sizlerge çoğun salam ettivattu, eğer ben yıkım bulgamsam, sizlerle birle bulattım dep, sizlerge Çimkent Tevesi'den çoğun salamını etmekçi vatma. Jutlarımızga hizmetimizni kandak mel bolsun, kichik mele, çoğun mala, rayon, menimcha seni çoğun rayondan başlıklarıma git başlığı sözlerde olayım. Hammalarga salomatlik. Yansken meyde biz bultordan beri 2 yıl buldu, bağlaman zıvan davatıdı. Mana bugünkü meşek yığılışqa qancha mebel chiqyapti, onu Burxandondan aşağı uyushtiruvchilar bildi. Shundaqlar bultor issi kulga bag'andima necha million pul chiqib ketdi. Yani şu yerden terip, so'rab nem qilyapti. Menimcha olsa Nurlan Burxandon şu bir kasık qo'ysak, aslında bir o'zimiz uchun, birisiga taqish uchun emas, o'zimiz dam olishga, o'sha ishlarga ishlatganga. Yani şu aman bo'linglar, yaxshilar ko'rsanglar, Burxandon yamda qatam rahmat. Hammalar yaxshi o'ynab, yaxshi ketaylik. Assalomu alaykum. Hoş çoğladı dura bulamda. Tapsun suyishganlar dardda qolmasin, saqaymasqa jarohatlar dilda qolmasin. Dunyo kular, ko'ngil kular, yurakmu kular. Qadrlansun, sevgi yashnasin. Dunyo kular, ko'ngil kular, yurakmu kular. Qadrlansun, sevgi yashnasin. Aldab qo'ysam bir-birini o'ziga yanar, yurakida o'chmas azob, alamlar qolar. Oylar o'tar, kunlar o'tar, xilini topar. Aylar o'tar, kunlar o'tar, xilini topar. Aldanmasin, sevgi yashnasin.
yaman Osman Ey eskadı derinden Başkatırım dilimden Eşyadı derinden Neydi yalnız çıkandı Yoktur adı verirdim Gölgen içeri yaşlı gülüm Ey sağlık yok dilimden Adaletli dostlar İnanlarım Ahmet'im İnsafda var Örgünü Sır ağacıda Adaletli dostlar İnanlarım Ahmet'im İnsafda var söz acıda birinden Oğlum sorsan
gidek bakalım dursan. Nazgum sadına usları kalır. Parasız yoksulunu ağrıda alır. Parasız yoksulunu ağrıda alır. Şerişi kazancı kötü kavri. Güzel yurtta bu gidek makalım dursan. Dönmele nağırçı aydın ve könci. Güzel yurtta bu gidek makalım dursan. Dönmele nağırçı aydın ve könci. Güzel yurtta bu gidek makalım dursan. Meklek melçük slayo zemzem. Ecrin gecinim diye belgin başude. Ecrin gecinim diye belgin başude. Herem bak işler var yeni hayatı. O gidek hem uzak makalım dursan. Ne gerek men için alkış meniye. Ciriyiz tutmayız altın gazine. Ne gerek hatta ki tacı tehtle. Güzel yurtta bu gidek bakalım dursan. Ne gerek hatta ki tacı tehtle. Güzel yurtta bu gidek bakalım dursan. Makamım dursa, bedenim dursa. Bedenim dursa, makamım dursa. O gidek hem dursa, makamım dursa. Hürmetlik İlmallah bugünkü demişti. Ana bunu bir yılda boyu Roşizge'ye demivatımız alamet ya yaşka çıraylı təbiisi. Yani bugün mesela Almatı Oblusu Ökçüsü'ndeki yezdağdan kelgen başı jigit başları hemmisi halk için hizmet kılan jigit başları hemmisi bugün mesela jigit oturtturuz. Bunu uyuşturabakan Burhan'ın elimiz başlık hemmisi nait yaxşı ötküzüvatılır. Tamamı yaxşı, onarışta yerim yaxşı, havası yaxşı. Yani bunun ikende hem Allah'ın salametçilik, mesela ki demirinler, ama jigit başlarının kılakın hizmete köp rahmet. Hemimiz beşi aman olsun, rahmet. Assalamu alaikum.
Emizler, yigler, çoğun jigitmişler. Bana bugün biz neге biraz uğraşıp gelip şunlar çıraylık oturup emimiz umdan kit vardı. Emmim bakalım biz bana Burhan Can'a, Azim Can'a, Yusuf Can'a, çoğun jigitmişlerdi. Emizlerge çoğun rahmet bana. Şunlar çıraylık, meripriyatı, futbol oynadı, şahmat oynadı. Emmin çıraylık oturdu. Muştak Emimiz mün boğalim, bir boğalim, uşak jüreyelim, uşak çıraylık oynayalım. Assalamu alaikum. Hürmetli kerindaşlar. Buna bugün biz demir işimiz. Bu demir işimiz biz anneannege aylandı. Burada biz şu bizim barlık yigitbaşları birleşmesi özü bu istiqbalga berip 3 gün demir keldi. Şunda yaxşı demir. Yıl endi bana taqqı çıkaylı deb yigitbaşların hemisi demir işke Nişadı Burhan'dan başlık, Alımcan başlık. Biz anlar bilirler bizdeki Nazgum uluk halk kahramanı bizden kızımız, anımız Nazgum'un öngörüge berip yanımızga qilib hemmisini körüp geldi. Şundak yaxşı yerden qaytib mana biraz roşuğa ayıp ketmese de tamaşa qilib oturmaz. Ben nima deyman? Hakikaten bu bizdeki şu yigitlerimizin qilgan işleri intayin köp. Ularning ulushi barliq yerda va Meşede hemmimiz mana birlikte kelip oturmuş. Yerde yalnız Almut'u emez, Almut'u öpçürdeki yezler, mahalledekiler, hemen jigit başları meşe kelip mana bu bizdeki ömrümüzün köstü. İlahim bunudaki bu barlığımız başta ömrükler bo'laversin. Rahmet, Müslümanlar, kelajakda bu yan başında yaxshi demishlar chiqishga umid qilamiz. Bana endi köpten beri kütken yigitbaşlarının demiliş günden birinci günü öttü. Ötmedi ya Allah gürsadır. Keştemek yemiz andın yana töyen çöp suğa varmız. Endi senden köngüllerden çıkaldık mı çıkamadık mı elime. Eli osma turuluna karsak çıkanda kıvatımız koy ha. Rahmet. Hoş endi musabıklar boyunca bayıp Belki bölüngen Şahmet Şaşka merhamet Nurlan Seyitxanov şundaqla bizning Tarım Tayır Tarım Darya Hoş adırmış musabıqlan yakunni anlaylı qanday chiqdi mayda Rishad Assalomu alaykum Ma su uzish musabaqasi Xudoyim at 10 oldu. Adırman neticini anlaylı. Qana merhamet. Assalomu alaykum. Bekle, jigit başları. Xalqimizning millatimizniki xizmatini qilayotgan. Mushu birinchidan shaxsan Mashhad o'tirgan beklar nomidan bizning Yerkat juti nomidan Yerkat Mashar vahlidan Burxonbek, Alimjon Qizbek sizlarga cho'ng rahmat. Mushu qo'llaringlar, putlaringlar deb bermisin. Endi boshqurganda mana o'g'il boladak boshqursa, Yerkatga 5 qitim keldi. 5 qitim kelib, tochka zapitoy deymiz o'rchilab. Men bundoq bo'lsa, mana mashaq bo'ldi deb. Mana bugun may chiqgandan burun yana keldi. Yana mayga burun issiqko'lga mashaq bo'lganda 2 kun burun. Mayga 2 kun burun keldi. Aprel 30 o'g'ilnamidan, beklarnamidan iloyim aylaningizga baxt saadat, qo'lingizga putingizga dard bersin. Allah Taala 100 yaşqacha mashaq bizning yigit boshlarni boshqarib yuraveradi. Endi shaxmat yakini bo'yicha birinchi o'rinni Yerkat Panjimiysi Ismoiljonov Musajon Panjimiysniki yigit beshi birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda hocam. İkinci o'rinda Yerkat Taşmalisining yigit beshi Saidxonov Nurlan men. Üçüncü o'rinda Baratov Nurmatjon Zaryavostokniki mahallisiniki yigit beshining o'rinbosari. Marhamat, krasavchi. Rahmat. Mana bizniki og'iz birlik degan qanday yaxshi. Bizning Burxonbek qanday o'ylab chiqqan. Yigit boshlari kelib, mashhada damasun deb, damag'ana az deb sportning tur-turuna o'ylanib qo'yadi. Iloyim
отзығыл, ağız birligimiz bolsun. Biyikimiz yakat bolsa, biyika Çimken, biyika Asana, oturdu bizne nıqtıgan qozğumuz türgümüz Almuta. İlayim jigit başlar. Kollarınla tutulunla dətbəmson. Dünyadaki bayaqşılıqlarını tilayman. Xalajiningla kolunu bolsun, yançığınla pulu tutulsun. Üydikliğinden yütlep 90 sekrep yüzük kırınlar. Rahmet, maça halkımız biz kızını kılayırlar. Assalamu alaikum, hürmetli jigit başlar, akla. Bugün mana bir disa qana bir xursand bo'lyapmiz. Bu bir tarixda qolgan narsam, Burxon akam звонить qilib, "Voy bamsak bo'lmaydi" deb, bu 2-yil bo'ldi mana, Xudoyim bilsa, alamat. Bunun ko'pi yo'q. Kelajak sizlarning aqlanib kelayotgan yoshlarga bizlarni bisib, shuni ko'rib, shuni damlashga Xudoyim harakat qilamiz. Mushul uğraşayotgan aklarimizga mingdan rahmat, Burxon aka, yugurayotgan aklarimiz, hammaga mingdan rahmat. Hamda o'z futbolning natijasi bo'yicha birinchi o'rinda Iliysk rayon. Birinchi o'rin. Jigit başlar aslida. Biroq biz bilan 25 Казахстан o'yinimidi. Sportный вопрос. Oturun bölse. Skitchorn 25 Казахстан район. Подарок deyip ketdi bro. Bo'pti, rahmat. Bizlar o'ynaylik. Skitchorn Alatovskiy rayon. Zarevostok rayon. Sborniy, xaf bo'lmanglar. Assalomu alaykum, hurmatli jigit boshlar ittifoqi birlashmasi. Bugun mana chiroyli o'qdan o'tirib, mana sazlama damiyapmiz. Men xursand bo'lyapman. Hammanglarga cho'ng-cho'ng rahmat. Endi mayda jigit beshi Dumanning mening o'rinbosari Yusupov Ablikim. Mashaq chiqma. Ablikim. O'sha Mudeo nahayning mening o'rinbosarim. Mubarak bo'lsin. Endi ailaga xotirjamlik, salomatlik, salomatlik zo'r makon bo'lsin. Endi jigit boshlarni o'zing bilsan, bizning ishimiz, endi xizmatimiz qanday, biz endi umr uchun, millat uchun, xalq uchun, yurt uchun ishlayapmiz, xizmat qilyapmiz. Ma'lummi? Milandan yaşına başı gitmişsin orunbasar, mübarek olsun. Bak yarım evet bak gelsen. Iltimaz. İliysk rayon. Ötkende İliysk rayonga Almut şehri öğretmeden merkezinin reisi Osmancan Ubulov çıktık ya. Meyada Azat aka Tohtiyev şu jığında katlaşmaya kaptı. Şunun da meyada medalini kaldırıp gittik ya. Mana Yer Mehmet özünüz var meyada. Moşni şehirlik öğretmeden merkezinin namıdır. Şu halkımız, milletimiz haksız işleyatkan emgigi üçün bahalını bacak bir medalini takaşka ruhsat kısanlar. Jigit başları, begim başları, Kazakistan'ın jigit başları, Mella'nın jigit başları. Bugün şunda yaxşı gün bo'lyapti. Benim ko'nglim endi shunchalik to'lib o'tirdi-da, hammanglarga ming bir rahmat deyman. Shunchalik ko'ngilli kun. Endi shu bizning Burunday okrugining Kassik majlisining jigit beshi To'xtiyev Azatkamni shu medal bilan tabriklayman. Azatka baxtli bo'l, ishingni ishla va yurtingda hurmatli bo'l.
İlli rayonunu iş kaçan padvacı kıma şunun sana rahmet deyme, muş medal bilen tebrikleyme. Erdinçeli kaçın bir iki yüzümüz. Mübarek olsun. Assalamu alaikum, Şigit başlığı. Assalamu alaikum, çoğun eyle. Hemminlağı rahmet, hemminlağının uyumladı başta hoşalıkla bol evesin. Az maz işleyen kişimizni hürmetlep başta belgilen bir ve kılınlağı hemminlağı rahmet silege. Rahmet. Assalamu alaikum hürmetli beyler, hürmetli jüdileri. Hem de muş presidenti Biden'e mevzen bir tanışıyoruz giteyim ama Navruzbay nahiyasının çoğunca gitmişe torkumamet ötüşen bolman. Bizden Navruzbay nahiyası da Kalkama Meclisi de ötken şikayetli burun. Şundakla jığın bulup, aşı jığında nimege İsmail Koçsuğa Seydullah İmcan Şehircik bir çok saylanardı. Muş presidenti Biden'e hep Muşlanı aldığınlardan Muşlan'ı bir töş belgesini katap koysak dedim. Mübarek olsun ha, mübarek. Hoş hürmetli zilbisiri emni beyde. Bu hemin arsini almış saydık. Başı gitmişi Burhandalı kıldamak beyde Muş'ta köp yardımcı bulan balla var. Bir avtobus ne? Almut şehirlik başı gitmişine orunbasarı onu bizden Rişat enimiz Bakit. Bir avtobus ne? Muş'u gitmişlerine teketçiye yardım kıldı. Şundakla kartak bir avtobus az kevatkandıkken biz endi özümüzden asfalt beton zavod veriyorduk. Oldu eğer gitmişlere açtak bir demir işke mangan bolsa halk milleti için haksız işlevatır. Biz mi bir avtobus dep asfalt beton zavod bir avtobus verdi. İsmail Barayev Dareva Siması'nın çok gitmişi. Alımcan Davutov. Alımcan Davutov. Ben ona uzun menket demişta, 5 ayak, her biriye 3'tün 4'tün kıtım baga yerlerimiz var. Yana koşumça, muşu işte özüne hassın kattı, materyal yardım kıldı demizde. Üstçam yardım kıldı. Sultan Sırafilov, Turstep Nahyan'ın başı gitmişi, hani Sultan Aka. Ana. Bu akımız mı endi ötkendi ma sıkılı bağlandı masa yardım kılan, bu da özüm materyal yardımını verdi. Rahmet. Tarım Tayyarov. Medon nahiyasının başı gitmesi. Yani şundaklar tarım çoğunuz gitmesi. Tarım Tayyarov. Mersimca Asimov. Turşip nahiyasının Medon merkezinin reisi. O mu özden yardımını kıldı. Alımcan Pikiletka. Turşip nahiyasının başı gitmesinin orunbasarı. Alımcan Kasımov. Materyal yardım kıldı. Rahmet. Rahmet. Sırajın Aşimov. Sırajın Aşimov'dan bayan ağınımız var. Üzerine körvatsa ötkende sıkıldı ma. Mesela hizmetli olgan deyilme. Hoş hizmet yüzgüre durdu. Şundakla özünden koldun ki yardımını verdi. İfade yardımını. Ve diyen şundak yardım dileceğim bana meyde. Nimba. Radik. Bizden Kölbek. Eydi kıyım ba. Oğuz ba diyendek. Tününün radikler işkimiz doğulla arlap geldik. Bizden bir orlusuzluğa yerimizde bırak tutarlar kamike. Eşi doğundan gitmişten kilişip eşe verip bu sınıfı şöke eşe arkalık eşe marşımdan keçilikке tutarlarını eksportagan boldu. Hatta özür biz ektido. Aşağı bir işlerde bana kol tutmuş boğuşuyan ağıllarımızın biri Moşo Sigitpeşleri Meşhurundan Kölbegi. Bana asasen bana deklatlık oldum. Kağaçtan özüne yol gidip bardım. Dıktımla rahmet, yaş kayfiyat, bunu tamaktan keyin avtobusga oturup su varmız. Ertiyerlikke Allah buyursa 10'da 9'da tamak, saat 2'de küçük tamak. Ardıkta konkurs oldu. Hoş aldıkça bunu meşeyken. Mehirden Celilov. Bütün ilgilirke
bir yaxshi chiroyli qarshi olsak kerak, bumi kecha kunduz men o'xshash o'qilmaydi degandek. Shundan bir ikki so'z bersak, so'zdan keyin, undan keyin bayaqa bizga she'rni o'qitgan bo'lsa, do'stim degan bir yaxshi bir she'r bor. Marhamat. Lekin barliq o'tag'an jigit boshlari, jurtlardan kelgan hammalarninki bugungi kunda bizning shu diyorimizga kelib dam olayli deb kelganlarga rahmat, xush kelibsizlar. Endi bugun sizlarni ko'rib o'zimni shunchalik xushal bo'lib o'tirman, shunday yaxshi dam yeyapsizlar. Bu bizniki mashinchilik damib, mashinchilik chiroyli yurishinglar, intimoqligimiz, birligimiz, jut-jutlarni mashinchilik tutayotgan hammanglarga Xudoyim madad bersin, hammanglarning jutliqlarga xushallik, yaxshiliklar yor bo'lsin. Amin. She'rim tazim uzun, onu 13-yil yozgan deydim. İnternetlarni aylanib hammanglar anglabmi bo'lgansizlar. Undan keyin bir yil mushu Charliq Shahmurat Isroilov degan o'zim texi ubalni tonimayman. Ashu bala o'qib, muzika qo'shib chiqiribdi. Hozir uni o'qimasdan mushu kalon qidilib qo'yib beraylik, tirishib olasizlar. Endi mayda mashinchilik yig'ilgandan keyin bizning Katmanni intayin yaxshi jut, birligimiz, tirligimiz intayin yaxshi jut, hammanglar bilsizlar, cho'ng jut. Bu yerda Uyg'ur ovozi gazetidami ko'rib yursizlar, Katmanliklar daptidek degan rubrika bor. Intayin so'zga chevar bolalarimiz bor. Ashu bolalarning ichida men o'zimning ag'illarimdan bir ishki yumorlarni aytib bergan bo'lsam, tursa kulib qo'ygan bo'lsanglar, tazbishim bir charchi ketsa joy emas. Rahmat. Mahmudjon deb rag'inan badi edi, 4 yil bo'ldi rahmat ko'p ketdi. Intayin yaxshi bo'ldi edi. Yatqa yer berishdi olsun. Ekskavatoraydi Sayın Soyuz'a. Ekskavatorayda o zamanlarda top setiş, kum setiş degan yo'q Katmanda. Bir mashin bispirdi, bir botilka. 2 mashin boshladi, 2 botilka, 3-inchisi bonus. Kunda ekskavatorayda bosidi, ishchidi, xushvo'y yurdi. Intayin mard bo'ldi. Bir kuni uy yo'q, uyga kirsam ayoli öydeke, uyda bir qo'za yugurib yuribdi-chu. Bu ayolga Gulinur bu qo'zni nimishga uyga kirib olding desam, bir qo'y boshang nima tuqqanka kali usib qo'sig'ini yeritdi. Qo'shnimiz Adlim aka degan rahmatlik mal doktor deydi. Adlim akamni aktirib, tiktirib qo'ydim deychi qo'sig'ini. Qo'za o'zi o'ynab yurdi. Janima mal o'qapti dedim, chiqatdim. Siz qilmasam Gulinur qo'zining o'ligini ko'tirib chiqyapti. Vay janima mal bo'lmabdi desam, bugun mal bo'latdi-ku, hemen qilgan sening ag'inang deydi. Ag'inam nim qildi desam, kecha soat 2da 400 mas kelib, oq qo'znimni qarjib bilan tikamdi deb so'kitib oq bilan tikib o'tirib qo'ydi dedi. Adil deb bir ag'inam bor. 62 keldi, Xudoyim bo'lsa texnik yigit o'lanmadi. Sovetskiy sayosat, o'sha tangi yemidan chiqqanda tangi qancha qiymat bo'ldi o'zinglar bilsizlar. Akib elektriklar svetni kesitdi. 3 oy bo'ldi svetni to'lamadinglar deb. Uyda qeri apsavadi edi, elektriklarni yaldirib yuribdi da men kelibdi. Adash tonishim ekanmi, aytsam buni qo'shtirib bersin deb. Bayqilari desam, bo'pti, stolbiga chiqib tushgunimiz 500 tanga. 5 so'm qo'shib beramiz dedi. Adladash 500 tanga deydi dedim, berma dedi. Nim dedi deydi. Stolbiga chiqib tushgunimiz 500 tanga dedi. Bo'ldi endi degan bo'lsa berma dedi-chu. Şunun bilan alayliklar kelib chiqib, qo'shib tushdi. Tiyin qog'ozdan tiyinlar chiqatgan bu. Sanab yalaq berib qo'ydi. Ami pishiq elektrik o'xshaydi, sanab oldi-ku. Ya ag'ina, simki yursan-ku. 500 deb kelishdi, 250 berib atsan-ku deydi. 250 berdim dedi. Men o'zim xijolat bo'ldim demişkina qildi. Sen nim deding dedi elektrikdan stolga chiqib tushkunim 500 dedim-ku dedim, chiqinimni to'layman tushkunimga chattig'im nima dedi. Yani bir şu çoğun kişilerden, ağinem emas çoğun kişilerden yani bir adam bo'ldi bizde. Bir kuni u ömür boyu şu kolxozni qurgan adam desek bo'ladi-da. Polyadan kelmay aşaqtı traktor haydab, aşaqtida yurgan savrnaka deb aşu adam bo'lganda etizdan chiqmaydi.
Bir kuni kolxozga yangi dötte kepti go. Endi bayqının emgigini bahalap, bunu severdim beçara şu etizden çıkmayınca jurdu muşunun bir yangi traktorunu bereyilçi dep kelişip yangi traktorunu Severnakaga beripti. Top-to'g'ri 6 oy aylangandan keyin Severnakaning traktorining motori o'libdi. Vay bu motor yep-yangi traktorning necha yil o'lmash kerak deb 6 oyning ichida qanday o'ltadi debdi-ki, Meshraki degan brigadir. Bu tayliq may quymay o'ltadi. Hozir buni may quymay o'ltading desa, ömür bo'yini qolmaydi debdi-ku. Barlar kolxozchilar yig'ilgan kelib, Severdan bu nimishga o'ltading 6 oyning ichida yep-yangi traktorning motorini desa, qanday qilmay o'ldi debdi. Sen tayliq mushunga mayni jiq quyib o'ltading desa, yashimay ketay 6 oy o'ldi, bir qitim quymadim dedi. Bunun ikkinchi kupleti var. Traktorni yasab, srestorlar tushdi-ku nimaga? Traktorni yasab, endi zavod etayli debdi-ku. Zavod etayli desa, shuni bilan Severnaka jugidek. Voy, qilmay qo'yinglar, baribir stokchi ketdi-ku, baribir stokchi ketdi-ku deb. Voy, nima degini-ku, yani hammani qurashtirib chiqdik-ku debdi. Shuni bilan aprib traktorni zavodga bir kichkina ishlab, chaq stokchi ketdi de. Şunu ben dedim bu sizlerge, dedim bu deb. Severden aşını bilgenlikle başta nimiş gitti, etmedim. Nimiş küçük etiydi, sıkıladı, yancığımda tosa dedik. Yaşa rahmet, hazır şerini, mayakta koypasan, rahmet Allah'a. Yutuz. Birimizge bir adamlar yakıdı, bir adamlar yakmaydı, jigit başları o doğruluk, başkorup kevaka adamlar yakşı düşünüsler. Şu hemen adamlarının ki, hayatıdan ötken yerden üçensinde yazılgan şiirde kabul kılınlar. Şiir bir dostum var. Muhallifi Mihrdin Jalilov. Ketmen yezisi. Okugan Şahmurat İsrailov. Çarın yezisi. Bir dostum var, sırrını bana gam. Bir dostum var, yoldu taşlap ketidigan. Bir dostum var, çölde koymay her kaçanda. Haber ile tez kışımga yetib. Bir dostum var, daim meni söküdigan. Bir dostum var, ahuzarın töküdigan. Bir dostum var, meni yaxshi ko'radigan. Hacet bolsa, mening uchun o'ladigan. Bir dostum var, daim meni kundaydigan. Bir dostum var, xatorimni jundaydigan. Bir dostum var, hech narsadan hijolatsiz, aman esen saq-salanib jurdaydigan. Bir dostum var, xalqqa yol yapadigan, haq so'zlamay, birga ishkini qatidigan. Emgigingge baha berish chetda qolsin, sen xorlansang rahatlanib yotidigan. Bir do'stim bor, yo'li bilan axlaydigan. Dushmanlardan doim meni saqlaydigan. Bir do'stim bor, qilg'iliqni qilib qo'yib, yana kelib faqat o'zini maqtaydigan. Bir do'stim bor, boshchi bo'lishni xohlaydigan. Yalaqçılık otunu daim qalaydigan. Bir adamning bükünü elib kelgin desa, beshni kesib kelishga u aldiraydigan. Bir do'stim bor, sirtingdan g'iybat to'kadigan. Tulki kabi hiylagar bo'lib o'tadigan. Beshig'i agar ig'irchilik tushib qolsa, yulduz o'xshash bir damdila judidigan. Bir do'stim bor, ajab yaxshi ko'radigan. Dushmanlarga xar qilg'izmay juradigan. Emgak bilan bir non bugun tepib kelsa, yerimini sen yegin deb bo'ladigan. Bir do'stim bor, faqat foyda ko'zlaydigan. Ham kayningdan necha turlik so'zlaydigan. Bir do'stim bor, hech narsaga parvoyi yo'q. Bu hayatın ötsi bo'ldi, qo'sig'i to'q. Bir do'stim bor, faqat minus izlaydigan. Yonda yurib, teqimingni ko'zlaydigan. Dasxiningdan dam tuzingni tortib turib, sirtga chiqib boshqacha u so'zlaydigan. Bir do'stim bor,
ümitingni aqlaydigan, hech qachonda xiyonat qilib satmaydigan. Bir do'stim bor, yolg'on kulib aldaydigan, ham ko'nglimga hech vaqtda yoqmaydigan. Bir do'stim bor, dam olmasdan ishlaydigan, emgakninin ishashlik u ishlaydigan. Bir do'stim bor, tayyorga qo'l soladigan, jafo tatmay faqat so'lga boradigan. Bir do'stim bor, sig'izgandek sayraydigan. Bir do'stim bor, yomon ko'z bilan qaraydigan. Bir do'stim bor, o'rlab ketsang ko'ralmasdan, kechisi kelib qasharыңdan maraydigan. Bir do'stim bor, yo'qsizlarga qaraydigan, yetimlarning beshini silab taraydigan. Qo'lidan kelganini ayımasdan, hammasining muhtojiga yaraydigan. Bir do'stim bor, hech ishimni ko'rolmaydi. Yiqilib qolsam tur adashlab yo'lalmaydi. Uyga kelsa kirilib tamoqlanar, sirtqa chiqsa g'iybatsiz u yurolmaydi. Bir do'stim bor, ishqi chaqirsang kelmaydigan, qarz olsa umr bo'yi bermaydigan. Bir do'stim bor, aroq ichib to'ylab yurib, ishing barda adishim go'shye deydigan. Bir do'stim bor, qiyinchilikdan qochmaydigan, kelsi kelmas zaharini chashmaydigan. Shundoq do'stlar nurg'un bo'lsa qandoq yaxshi, bu dunyoda pok samimiy yashaydigan. Bir do'stim bor, ombu domba so'zlaydigan, janjal chiqarib yurishni ko'zlaydigan. Qildak ishni puturib olsa tog'dek ko'rib, aynakdinmi putoq chiqarib izlaydigan. Hey do'stlarim, bu dunyoda odamlarning faqat yomon tarafini izlamaylik. 5 kunlik bu yolg'on dunyoda dushman emas, do'st bo'lib yashash yo'llarini izlamaylik. Sakrimisun siziga bor birodarlar, etqinimga bu hayotning naqshisini. Kechalmayman yomon deb ba'zi do'stlarimdan, qirg'anda kim beradi yaxshisini, yaxshisini. Bak sen falan hem de rahmet. Köp rahmet. Nereden rahmet? Allah razı olsun rahmet. Amin. Mesela belki bizni kutayotgan Sayıpxonga köp rahmet. Shundoq cho'ng avorchilik qilib qutdi. Xudoy Islomning ishlariga to'q, oilasiga xotirjamlik, har doim mustaq yayrab tutsin, uni bero'zi va ro'shi degan. Bundan keyin mustaq ko'ydoq, kelaydoq, asharada o'ynab ketaydoq. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.